Havaları gecemizde bo'lmagan. Aytishlariga qaraganda xizmat hozir jon berayotdi. Shogirdlardan biriga shunday degan. Men olim ham. Rassom ham emasman. Hatto farzandlarim ham. Odamlar uchun o'y fikrlarim va bilimimdan boshqa hech narsamni qoldira olmayman. Men shuni anglab yetdimki, inson dunyoga nimalardir qilish, nimalardir amalga oshirish uchun dunyoga keladi. Hayot tarozining ikki pallasi past-u baland bo'lib, uning bir pallasida adolat, ikkinchisida esa jaholat turadi. Men o'z umrimni adolat pallasiga qo'ydim. Hatto meni chaqmoqlar tilga pora qilsa ham baribir o'sha tomonga tortaman. Rostdan bo'lsa-ki, men seni o'qiraman. Chodirda birga bo'lolmadim. Tungi shahar bo'ylab seni to'qiyman. Lekin biz bir-birimizni bilib oldik. Bu gaplarim seni tushkunlikka soladi, ma'zur tutmaysan. Men bu dunyodan ko'z yumyapman. Alvido. Men seni